hayvonlar ichida eng jazbasi kuchli mavjudot bu ilon va u boylikni ustida o'tiradi. Jodusi borda, jazbasi bor uni. Qadimgi yaponlar va qadimgi xitoyliklarda kobra bilan mashq bor. Sarxush bo'lib qolmaslik mashqi. U qadar jazbasi kuchliki kobrani. Lekin u shu qadar ongli bo'lib unga bellashish kerakki, chaqmasligi kerak. Zo'rligi o'sha samuraylar ongli mashg'ulotda ongli bo'lgani uchun uchib urisha oladida, ya'ni tanasini tochka tayanch nuqtalarini ko'chira oladi. Ilon jazba, ilon nima bor, sehrlovchi, sarxush qiladi. Lekin shuni ham yenga olish uchun o'ta katta donolik bilan kelinadi-da. Donolikni o'zi shu yoqda jazba ekanligiga misol. Hayotni o'zi to'la ilm. Shu tuman murojaatim bor, hurmatli erkaklar, endi Ehtiyot bo'lasiz. oddiy ayolga jazbasi bor ayolga teng kelish, ham samurayga aylanishimiz kerak. Bizni samuraylik ilmi kutmoqda.